Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Yoshlar telekanalida 5 daqiqada million ko'rsatuvi. O'z bilimingiz bilan million yutib olishingiz mumkin. Bor yo'g'i 5 daqiqada. Barchaga omad tilayman. Boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishsak. Mening ismim Abbosbek, familiyam Mo'minov. Aha. Farg'ona viloyati Sharaf tumanidan bo'laman. O'qiysiz yoki ishlaysiz? Ishlayman. Qayerda? Bugungi kunda Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida yetakchi mutaxassis lavozimida ishlayman. Qaysi institutni bitirgansiz? Nazarulbek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini tamomlaganman. Qaysi fakultetini? O'zi filologiyasi fakulteti. O'zbek filologiyasi. Nimalarga qiziqasiz? Asosan adabiyot, she'riyat, umuman kino san'atiga, nima deydi, klassikaga ko'proq qiziqaman. She'r yozib tursangiz kerak, adabiyotga qiziqsangiz. Ba'zan. Xo'p. Hobbingiz nima? Hobbim ko'proq bo'sh vaqtlarda kino ko'rish. Tarixiy kinolarmi? Shunaqa retro filmlar asosan. Retro filmlar asosan. Zo'r. O'yinimiz sharti juda ham oson. 2 ta raunddan iborat. 2 daqiqa vaqt beriladi. Blitz savollar. Ularga javob berishingiz kerak. 2 ta raunddagi javoblar 30 ta bo'lsa, to'g'ri javoblar, siz finalga chiqasiz. Finalda bitta savol, o'ylashingizga 1 daqiqa vaqt, to'g'ri javob bo'lsa, siz millioner bo'lasiz. Kelishdikmi? Tushunarli. Tayyormisiz? Boshlasak bo'ladimi? Tayyorman. Omad sizga yor bo'lsin. Amerika kinoakademiyasining mukofoti. Oskar. To'g'ri. Farruh Zokirov ijod qiladigan ansambl. Yalla. To'g'ri. Aysberg urilgan kema. Titanik. To'ppa to'g'ri. San Marino davlati qaysi davlat hududi ichida joylashgan? Vaqt. Italiya. To'g'ri. O'zbegim she'ri muallifi. Erkin Vohidov. To'ppa to'g'ri. Soatiga 72 ming kilometr tezlikda nima harakatlanadi? Vaqt. Bilmadim. Yer shari. Fazogirlar kiyimi nima? Skafandr. To'ppa to'g'ri. Shaxmat sharhda nima deyilgan? Shatranj. Shatranj, to'g'ri. Shumol asarning muallifi. G'afur G'ulom. To'ppa to'g'ri. Bu jonzotning yuragi 3 ta. Kit. Yo'q, 8 oyoq. Alisher Navoiy tug'ilgan shahar. Hirot. To'g'ri. Mona Liza asari qaysi muzeyda saqlanadi? Luvr. To'g'ri. Nechta qutb bor? 2 ta. Aytib bering. Shimoliy va janubiy qutb. To'ppa to'g'ri. Sangam, Bobbi, Mening ismim Masxarabos filmlari rejissyori kim? Raj Kapur. To'ppa to'g'ri. Noma'lum uchuvchi jismlar haqidagi fan nima deyiladi? Bilmadim. Ufologiya. Boshiga olma tushgandan keyin buyuk kashfiyot qilgan olim. Newton. To'ppa to'g'ri. Qaysi element dunyoda eng ko'p tarqalgan? Suv. Vodorod. Xotirasida hamma narsani saqlaydigan yagona jonzot. Jonzot. Bilmadim. Fil. The Cover Up loyihasi 2-mavsum g'olibi qaysi san'atkor? Hozir juda ham mashhur. Yolqinxo'ja Umarov. To'ppa to'g'ri. Vaqt bo'ldi. Abbosbek, siz 2 daqiqa ichida 13 ta savolga to'g'ri javob berdingiz. Yomon emas ko'rsatkich. Sizga 19 ta savol berdim, undan 13 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi raundda ham xuddi mana shunday blitz savollari bo'ladi. Umid qilamiz, endi 17 ta savolga javob bera olasiz deb va natija umumiy bo'lib 30 tani tashkil etadi va finalda ko'ramiz sizni. O'qishga nechinchi urinishda kirgansiz? Ikkinchi urinishda. Ikkinchi urinishda. Nega aynan til adabiyot yo'nalishini tanlagansiz? Qiziqish, qaysi ma'noda? Bolalikdan qiziqish. Kimdir sababchi bo'lgan u? Oilamizda shu til adabiyotga qiziqish kuchli, o'shaning uchun. Hech hisoblab ko'rganmisiz Abbosbek? Nechta kitob o'qigansiz? Yo'q, sanab ko'rmaganman. Eng sevimli asaringiz? Eng sevimli asarlarim ko'p, qaysidir ma'noda. Endi ajratolmayman. Mana sevimli asarim sifatida. O'qib charchamaysiz, mazza qilasiz har safar. Bo'ladi-yu. O'tgan kunlar.
misol Mana ko'proq qarang o'qiyman. o'tgan kunlar. Birinchi necha yoshda o'qigansiz o'tgan kunlari? Maktab payti, lekin aniq yoshim esimda yo'q. Necha bir 12-13 yoshlarda o'qiganmiz. 7-sinflarmikan shunaqa adashmasam. Qarang. Undan keyin taxminan bir 15 marta o'qigan bo'lsangiz kerak o'tgan. Ko'p o'qiganman, Ha? Har safar o'zingizga yangi tomonni kashf qilasiz. albatta. Sizningcha shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Adabiyotga qiziqadigan inson sifatida, adabiyotshunos sifatida Zaynab siz uchun ijobiy obrazmi, salbiymi? Ijobiy obraz. Men uchun o'zim uchun ijobiy obraz. Siz uchun ijobiy obraz. Ofarin. Ikkinchi raundni boshlaymiz. Abbosbek, tayyormisiz? Tayyorman. Omad sizga yor bo'lsin. Boshladik. Itlar nega tilini chiqarib yuradi? O'zini sovutish uchun. To'ppa to'g'ri. Walt Disney qaysi hayvondan qo'rqqan? Sichqon. To'ppa to'g'ri. Inson organizmida eng kuchli mushak qaysi? Bilmadim. Til. Pizza tayyorlovchi oshpaz nima deyiladi? Bilmadim. Xo'sh. Javob bormi? Yo'q. Pizza yo'li. Bu hasharotni muzlatib qo'yib, yana eritsa, yashab ketadi. Bu qaysi hasharot? Chivin. Ha? Chivin. Chivin? Yo'q, chayon. Hasharot. Qaysi barmoqda tirnoqlar boshqasiga nisbatan tezroq o'sadi? Sinchaloq. Jimjiloq. Jimjiloq. Yo'q, o'rta barmoqda. Yangi tug'ilgan delfin onasi bolasini nima bilan boqadi? Mollyuskalar bilan. Sut bilan boqadi. Qizil shapka chertagini kim yozgan? Ha? Nahotki Krylov? aka-uka Grimlar yozgan. Bu davlat madhiyasi eng uzun hisoblanadi. 158 kuplet. Bu qaysi davlat madhiyasi? Bilmadim. Gretsiya. Luvr muzeyi qaysi shaharda joylashgan? Parij. To'g'ri. Tutashgan ikkita uchburchakdan iborat bayroq qaysi davlatga tegishli? Tutashgan ikkita uchburchak. Tutashgan ikkita uchburchakdan iborat bayroq qaysi davlatga tegishli? Vaqt. Bilmadim. Nepal davlatiga tegishli. Eng baland teleminora qaysi shaharda? Vaqt tugadi, lekin javobingizni eshitaman. Guangzhou. Tokioda. 2012-yil ochilgan. Abbosbek, sizga 12 ta savol berdim. 12 ta savoldan 3 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Umumiy javoblaringiz 16 tani tashkil etdi. Juda ham xohlagandim. Aynan birinchi raunddan so'ng ikkinchi raundda haligi ishtaha ovqat paytida ochiladi deganlardek ishtaha ochilib, aynan javoblarni o'rtasiga yetkazasiz degan edim. Hech qisi yo'q. Bu menimcha sizga ham, bizga ham ancha foydali bo'ldi. Albatta. Abbosbek, tashrifingiz uchun sizga tashakkur izhor qilamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Niyat tilaklaringiz bo'lsa eshitishga mushtoqmiz. Oila a'zolarimga, yaqin do'stlarimga salom yo'llayman. Rahmat. Salomat bo'ling, ishingizda rivoyat.